Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Haqiqiy hayo qanaqa bo'ladi dedilar. Sahobalar biz alhamdulillah Allohdan hayo qilamiz dedi. Rasululloh aytdilar, undoq emas. Allohdan haqiqiy hayo qilish boshni va u o'z ichiga olgan narsalarni, qorinni va u o'z ichiga olgan narsalarni saqlamog'ingdir. O'limni va chirishni eslamog'ingdir. Kim oxiratni xohlasa, dunyo ziynatini tark qilur. Kim o'shalarni qilsa, Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'ladi. Kallaga kelgan narsani, qoringa tushadigan narsani eslashlik, bu narsani saqlashlik, o'limni, chirishni eslashlik, dunyo hayotiga berilmaslik chinakam hayo bo'lar ekan. Alloh taolo boshqa oyatda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqotihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey mu'minlar, Allohdan haq rost qo'rqish bilan qo'rqinglar.